Assalomu alaykum aziz ozuvchilar. Bonus darsligimizni sizlarga taqdim qilamiz. Darsligimizning mavzusi ozishlikda yo'l qo'yiladigan 10 ta xato haqida gaplashamiz. Birinchi yo'l qo'yiladigan xato bu kaloriyani haddan ziyod cheklash. Kaloriyani kamaytirib yuborish. Natijada nima bo'ladi? Natijada metabolizm sekinlashib ketadi. Metabolizm sekin degani ozishingiz sekinlashadi degani. Ikkinchi xatoyimiz, biz ovqat bilan oqsil iste'mol qilamiz. Oqsilni yetarli darajada yemaslik. Oqsil bu mushaklarimiz uchun qurilish materiali hisoblanadi. Shuning uchun oqsilni normada yeyishimiz kerak. Endi oqsilni normada kirmayapti, qurilish materiali yetmayapti. Natijada bizning mushaklarimiz ozishni boshlaydi. Yog'lar shu holatda turadi, mushaklar ozishni boshlaydi. Do'stlar, videoni aynan shu joyda ataylabdan to'xtatdim. Sababi sizlar uchun manfaatli bo'lgan taklifim bor. Taklifdan keyin bemalol videoni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Juda ko'pchilikni hozirgi kunda semizlik kasalligi, ortiqcha vazn qiynab kelyapti. Buning uchun nima qilyapsiz? Buning uchun kimdir semirib ozgan bo'lsa, undan maslahat so'rashni boshladingiz. Foyda bo'lmadi. Marafonlarda qatnashdingiz. Ozdingiz qayta semirish holati kuzatildi. Foyda bo'lmadi va har xil onlayn kurslarda qatnashdingiz. Baribir foyda bo'lmayapti. Demak, nima qilishimiz kerak? Azizlar, men o'zimni realitini boshladim. Ya'ni o'zimda sinagan holatda 2,5 oy davomida 100 kilogramdan 80-85 kilogramgacha ozib ko'rsatmoqchiman. Va hozirgi kunda ko'rsatib ham kelyapman. 19-sentyabrda boshlangan bo'lsa, hozirgi kunga qadar 7 kilogram vazn yo'qotdim azizlar. Va qayta semirish niyatim yo'q. Doktor, shunda ham qayta semirmaslikda ham iloji bormi deb so'rasanglar, albatta bor. Chunki aynan men bu realitida o'zim qanday ovqatlanyapman, nimalar qilyapman, yurayotgan jarayonim, barcha jarayonlarni qo'yib bormoqdaman. Va tasavvur qiling, 2,5 oy davomida men har kuni ertalab ozishlikka oid bo'lgan foydali ma'lumotni beryapman. Kaloriya sanashni o'rgatyapman, o'ziga menyu tuzishni o'rgatyapman. Bu barcha uchun qiziq. Hech qaysi diyetolog bunaqa reality o'tkazgani yo'q hali, o'zida sinagan holatda. Azizlar, realityda xuddi shunaqa foydali bo'lgan ma'lumotlarni berib kelmoqda. To'g'ri, bu pulli, lekin narxi atiga 39 ming. Ya'ni bitta lavashning puli. Nima uchun bu narx? Chunki biz narx belgilab filtr vazifasini bajaramiz narximiz. Bizga ozishni xohlaydigan insonlar kerak. Boshqalar kuzatishini xohlamaymiz. Shuning uchun arzimagan 39 ming evaziga siz ozishlikka oid barcha foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Meni real vaqtda ozayotganimni o'z ko'zingiz bilan kuzatishingiz mumkin bo'ladi, azizlar. Agar siz ham reality bo'layotgan yopiq Telegram kanalimizga qo'shilishni istasangiz, unda opисание va kommentariyada Telegramda maxsus silkasini qoldiramiz. Unga kirib, reality haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz va to'lovni qilib, adminga yuborishingiz va yopiq reality Telegram kanalimizga qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Barchangizni realityda kutib qolaman. Zo'r bo'lyapti, kirsanglar o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Uchinchi xatoyimiz, biz zalga chiqamiz, mashg'ulotlar qilishga, jismoniy faollik qilishga. Shu vaqtda ko'pchilik kardio mashg'ulotlariga asosiy urg'uni qaratadi. Natijada nima bo'ladi? Natijada mushaklar yonadi, yog' yonmaydi. Nima uchun? Sababi oddiy. Bizga organizmga energiya kerak bo'lganda, organizmda uglevod yo'q bo'lsa, birinchi navbatda oqsilni yoqib energiyaga aylantirish organizm uchun osonroq. Shuning uchun birinchi navbatda mushak yonadi. Yog'larimiz shu holatda turadi. Bu albatta kerak emas jarayon. To'rtinchi xatoyimiz shirinliklar, oq un mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish. Nima bo'ladi? Bu mahsulotlarni glikemik indeksi yuqori bo'ladi. Bu mahsulotlarni yeganimizdan keyin qon tarkibidagi shakar miqdori ko'payadi. Natijada oshqozon osti bezi insulin gormonini ishlab chiqaradi. Insulin gormoni
organizmdagi qon tarkibidagi shakarlarni boshqa hujayralarga tarqatadi. Ortiqchasini yog'ga aylantirib, zapas, zaxira qilib qo'yadi. Va bizga ochlik hissini beradi. Biz yana yeymiz va yana semirishda davom etamiz. 5-chi xatoyimiz suv. Suvni yetarli miqdorda ichmaslik. Bilamizki, suv moddalar almashinuvini, metabolizmni tezlashtiradi. Agar organizmda suv yetarli miqdorda bo'lmasa, bu toksinlarni organizmda to'planishiga sabab bo'ladi. Chunki organizmdagi toksinlar suv orqali tashqariga chiqib ketadi, ko'pi. Shuning uchun organizmga suv yetishmayapti. Demak, moddalar almashinuvi sekinlashadi va shu bilan birga ozishlik jarayoni ham sekinlashadi. 6-chi xatolarimizdan bittasi bu uyqu. Uyquni kamligi. Uyqu kam bo'lsa nima bo'ladi? Uyqumiz kam bo'lsa, ishtahani ochuvchi gormonlar miqdori ko'payadi. Ishlab chiqarilish miqdori ortadi. Natijada biz ovqat yegimiz keladi. E'tibor bersangiz, kechki payt uxlamasdan televizor ko'rsangiz, nimadir yegingiz keladi. Bu shu ishtaha gormonlari bor. Ishtahaga ta'sir qiladigan shu gormonlarning ortish hisobiga yuzaga keladi. Bu eng katta xatolardan bittasi. 7-chi xatoyimiz bor. 7-chi xato bu stress holatlari. Ya'ni ko'p asabiylashish holatlari. Asabiylashgan holatimizda qon tarkibidagi kortizol miqdori ortib ketadi va bizda ortiqcha yog' paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa qorin, son, dumba sohalarida yog' yig'ilishni boshlaydi. Bu semirishimizga sabab bo'ladi. 8-chi xato. 8-chi xato bu kuchli diyetalar va qat'iy diyetalarga rioya qilishlik. Nima bo'ladi? Bu uzoq muddatga yetib bormaydi, organizmni stress holatiga olib keladi va diyetalardan voz kechish, sirif holatlariga olib keladi. 9-chi qiladigan xatoyimiz, biz o'zimiz bilmagan holatda ayrim ichimliklarni ichamiz. Bu ichimliklar tarkibida shakar bo'lishi mumkin. Yashirin kilokaloriya bo'lishi mumkin. Bular shirin choy, kofe, har xil gazli napitkalar, har xil mevali sharbatlar, soklar va hokazo. Bularni ichganimizda yashirin kilokaloriya bo'ladi tarkibida va bizni vaznimiz ortadi yoki bir xilda ushlab turiladi. 10-chi xatoyimiz bu oxirgi xato. Biz natijani tez kutamiz. Tezroq xohlaymiz ozishni. Bu noto'g'ri. Sababi biz og'ir vaznga, ortiqcha vaznni yig'ishimiz uchun bir muncha fursat o'tdi. Birdaniga yig'ilib qolmadi. Vaqtlar davomida ortiqcha vazn paydo bo'ldi. Endi bu vazndan birdaniga qutulib bo'lmaydi. Sababi kimlardir harakat qiladi tez ozishga, har xil dorilar ichadi. Buni tavsiya qilmaymiz. Eng to'g'risi bir oyda 2 kilogramdan 5 kilogramgacha ozish sog'lom ozish hisoblanadi. Shuning uchun natijani kutmang. Natijani siz tez kutsangiz, motivatsiyasi tushib ketadi. Chunki bir oyda siz kutgan natija bo'lmaydi. Natija bo'lmagandan keyin tushib ketadi. Endi majbur qat'iy diyetalar qiladigan bo'lsangiz, natija zo'r bo'ladi, lekin bu vaqtinchalik bo'ladi, uzoq muddatga bormaydi. Azizlar, bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizlar bilan onlayn darsligimizda ko'rishguncha deb qolaman.